ming Samarqand hozir 4 ta odam 1 million bo'lyapti-ku mashinaga. 200 dan bersa men 800 salom. Bugun shunaqa kun, ya'ni odamlar hayit bilan seçilasiniz. Har bayramda shu bo'lar takror. Bugun Toshkent avtovokzali yaqiniga juda ham ko'plab odamlar to'plandi. Ularning maqsadi Samarqand, Jizzax, Navoiy va Buxoroga tezroq yetib olish. Lekin taksichilarning narxlarini oshirib yuborganlari bunga monelik qilmoqda. Jizzaxga nech pul deyapti? 50 ming. Nech puldan ketardinglar har doim? 70 ming, 50 mingga ketadi. O'zi oddiy holatda nech pul ketyaptidingiz? 50 minglar olgan. Qaysi tomon? Samarqand. 120 mingga rozisiz. 120 ming bir bozorgacha borishim kerak edi. 250 ming. 250 mingdan. 250 ming emas-ku boshqa kuni. Zarab yashashimiz kerak. Sizlar ham yashashinglar kerak. Nech pul Samarqand? 4 kishi Ha. 800. Fuqarolarni eson-omon manzillariga yetkazish uchun harakat xavfsizligini ta'minlab turibmiz. 250 ming Samarqandga. Mana 250 ta 4 ta odam o'tiribdi. 250 ming Samarqand hozir 4 ta odam 1 million bo'lyapti-ku mashinaga. Mana shunday olganman. Qoldiga bir kishi kerak. Hop, boshqa kunlari 100 ming so'mdan ortiq Yo'q, deylar. 150. Taksi ko'radigan mashina. Hop. 200 dan bersa men 800 salom. Popul 100 dan to'g'ri gapingiz. Bu gapga jon bor. Shunaqa Bugun edi. shunaqa kun, yaqindan pulsa kelgan bo'lsa, Bugun shunaqa kun. Bayram. Bayram qilish kerak. Ha. Samarqandmi? Nech pul? 600 ga salon chiqmadi. 600 ga salon chiqmadingiz. Nech pulga chiqadi salon? 800 ga. Endi bayram kunida bitta ishlab borishadi, taksistlar ham. Endi 2 kun xudo bergan hayit bor. Ha. Odamlar hayit bilan seçilasiniz. Ha. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Taksichilar mana shunday bayram kunlaridan foydalanib tirikchilik qilishlari kerakmi yoki avvalgi narxda ishlashsa baraka bo'ladimi? Fikrlaringizni izohlarda kutib qolamiz va bu video maksimal darajada tarqalishini ta'minlab bering, toki egalariga yetib borib, bayram kunlarida ozgina narxlar tushsa.